Barchaga salom do'stlar, Protochka YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bilganingizdek, bugungi videoda biz iPhone 17 va undan tashqari kechagina Apple tomonidan o'tkazilgan taqdimot davomida ko'rsatilgan barcha yangiliklarni mana shu videoda gapirib beraman. O'zi umuman kechagi taqdimot 1 soatdan oshiqroq davom etdi va lekin biz bu videoda eng qiziq, eng shirali, eng qaymoqli joylarini sizlarga gapirib berishga harakat qilamiz, ya'ni harakat qilaman. Asosiy yangiligimiz bilganingizdek mana shu iPhone 17 Pro Max. Juda ham zo'r o'zgarishlar bo'lgan. Kelinglar bugun mana shular haqida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashimizdan oldin videoga like bosib qo'yish va kanalimiz rivoji uchun kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Demak, biz boshladik. To'g'risini aytaman, men o'zim kechagi prezentatsiyani intizorlik bilan kutganim yo'q. Sababi prezentatsiyadan 2-3 oy oldin taxminan butun qora bozor bo'ylab mana bu iPhone 17 ni maketlari tarqab ketib bo'lganda, ya'ni oldindan qanaqa holatda chiqishi barcha uchun ma'lum edi. Bu faqat korpusning tashqi dizayni, lekin ichki soft tomonida ham yetarlicha va yaxshi o'zgarishlar bo'lgan. Buni video davomida hozir sizlar bilan gaplashamiz. Kechagi taqdimot davomida bizga birinchi bo'lib AirPods Pro 3 ni ko'rsatishdi. Deyarli hech qanaqa o'zgarish yo'q, ya'ni tashqi dizayn tomonida va ranglariga ham hech qanaqa o'zgarishlar kiritilmagan oldingi AirPods Pro 2 bilan solishtirganda, lekin ichiga ba'zi o'zgarishlar qo'yilgan. Meni hayron qoldirgan narsa, endi siz AirPods taqqan holatingizda o'sha AirPodsning maxsus datchiklar orqali yurak urishingizni, ya'ni pulsni ko'rib tura olasiz, nazorat qila olasiz. Ha, bu narsa Apple Watch'da bo'lardi oldindan, lekin AirPods ga qo'shishgani qiziq, juda ham qiziq. Endi masalan, yugurayotganda ertalabki mashg'ulotlarda odatda ko'pchilik AirPods taqib, ya'ni musiqa eshitib mashg'ulot qiladi va bu orqali ham siz o'sha yurak urishingizni tekshirib turishingiz mumkin ekan. Bilmadim bu qanchalik siz ishlatasiz yoki ishlatmaysiz, lekin qiziq, juda ham qiziq yangilik bo'lgan. Bundan tashqari ovoz sifati yaxshilangani va suvga chidamlilik darajasi oshganini ham aytib o'tishdi va eng qiziqroq bo'lgan yangiliklardan bittasi bu yerda ko'rsatilgan Active Noise Cancellation, ya'ni ovozni, ya'ni shovqinni bekor qilish 2 barobar kuchliroq ekan oldingi AirPodsdan, AirPods Pro 2 dan ko'ra. Va menga rostdan ham yoqqan bitta yangilik bo'ldi. AirPods Pro 3 da bu jonli tarjimon funksiyasi. Ya'ni siz masalan, endi bunda albatta o'zbek tili. Lekin masalan, siz Yevropaliksiz, tasavvur qiling, siz Yevropaliksiz, masalan, fransuzsiz va sizni Amerikadan do'stingiz keldi. Siz inglizchani bilmaysiz, lekin fransuz tilida gapirasiz. Amerikalik do'stingiz bo'lsa, fransuz tilini bilmaydi. Bir-biringlar bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashasizlar o'sha AirPodsni taqqan holda albatta va sizdagi AirPods amerikalik do'stingizga fransuzchada sizning gaplaringizni tarjima qilib eshittiradi. Amerikalik do'stingiz gapirayotgan paytda uni gaplarini sizga fransuzcha qilib tarjima qilib eshittiradi. Zo'r, juda ham zo'r, lekin buni qanchalik tez bu butun dunyoga integratsiya bo'ladi, hamma bundan 100% foydalanadi, bilmadim, chunki buning uchun albatta sizda AirPods Pro 3 bo'lish kerak va siz gaplashmoqchi bo'lgan odamda ham xuddi shu modeldan bo'lish kerak. Kelajak juda ham yaqin, lekin nimagadir yetib bora olmayapmiz. Ikkinchi yangilik, endi Apple Watch Series 11 taqdim qilindi va oldingilaridan ko'ra 2 barobar qirilish ehtimoli kamroq bo'lar ekan ustidagi oynasini. Ha, bu yaxshi, albatta yaxshi, chunki istalgan soatda bar oynasi xohlaymizmi, xohlamaymizmi qiriladi. Endi buni yangilik deb olib chiqish qanchalik yaxshi yoki yo'q bilmadim. Har holda shunaqa narsa qo'shishibdi. Bundan ham tashqari bizga Apple Watch SE 3 taqdim qilishdi. Unda Always On Display funksiyasi ham bor. Ya'ni soatingiz o'sha funksiyasini yoqib qo'ysangiz, doimiy ekrani soatni ko'rsatib turadi. Bosib, klik qilib ekranni yoqib, keyin soatga qarashingiz shart emas. Ya'ni xuddi mana bu analog soatlarga o'xshab doimiy tarzda ko'rib tura olasiz. Monitoringizda ko'rishingiz mumkin Apple Watch SE 3 va Apple Watch Series 11 dagi asosiy yangiliklar, o'zgarishlar ko'rsatib o'tilgan. Va bizga eng ultrasi, ya'ni Apple Watch Ultra 3 taqdim qilindi. Zaryadi 48 soatgacha uzaytirilgani va displeyi yana ham kattalashgani ko'rsatilgan. Mana bu yerda umumiy xarakteristikasini ko'rib olishingiz mumkin bu rasmda. AirPods va Apple Watch haqidagi asosiy yangiliklar shular va endi sizlar bilan kechagi taqdimotdan eng asosiy kulminatsion joyi iPhone 17 haqida gaplashsak ham bo'ladi. Ha do'stlar, va nihoyat iPhone 17 taqdim qilindi va iPhone 17 ni o'zida shuncha yildan so'ng 120 Hz ekran yangilanishi qo'shilgan. Umri davomida iPhone ishlatmagan yoki iPhone ga umuman aloqasi bo'lmagan inson hayron bo'lib so'rashi mumkin. Nahotki shu paytgacha iPhone 17 gacha 120 Hz ekran bo'lmagan? Istalgan, по-любому Androidda
subflagman Androidlarda misol uchun hattoki 120 Hz bor. Qanaqa iPhone'da bo'lmagan shu paytgacha deb so'rashingiz mumkin. Ha, bo'lgan. Pro Max'larda bo'lgan, oldindan bor 120 Hz, lekin aynan iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14 va undan avvalgilarida 120 Hz ekran yangilanishi bo'lmagan, 60 Hz da yurardik. Va nihoyat shu narsani qo'shishibdi. Ha, bu yaxshi. 120 Hz Promotion Plus texnologiyasi o'rnatilgan ekan. Bundan tashqari 6.3 dyumli hajmga ega. Deyarli iPhone 16 bilan bir xil. iPhone 17 ning o'ziga A19 chipi o'rnatilgan. Dizayn absolyutni iPhone 16 bilan bir xil, hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Sezmaysiz siz ko'zingiz bilan, lekin mana bu yangicha ranglari chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Mana bu ekraningizda ko'rinadigan ma'lumotlar iPhone 17 haqidagi umumiy ma'lumotlar. Androidchilarni kuldiradigan bitta ma'lumot aytib o'taman. Kechagi taqdimotda iPhone 17 ni siz zaryadkaga qo'yganingizdan keyin 20 daqiqaning ichida zaryadi 50% to'lishini ko'rsatishdi. 50%. 100 emas, 50. Da, lekin video ko'rish vaqti 8 soatgacha uzaygan. iPhone 16 bilan solishtirganda. Bu yaxshi lekin. Kamerasiga to'xtalamiz. Ko'rishingiz mumkin 48 megapikselli Fusion Ultra Wide kamerasi. Ikkita kamera iPhone 7 da va 12 megapikselli 1x makro kamera. Frontal kamerasi, ya'ni oldi kamerasi ham yangilangani ko'rsatilindi. Endi bundan buyog'iga siz masalan do'stlaringiz bilan selfie qo'ygan vaqtingizda vertikal ushlab turgan holatingizda, ya'ni mana bundoq vertikal ushlab turgan holatingizda ham mana bu yerda video qo'yaman. Rasm, agar siz 2-3 ta do'stlaringiz bilan turgan bo'lsangiz, kamera holati gorizontal holatga o'tib qoladi. Qo'lingiz telefoningizni mana bunaqasiga ushlashingiz shart emas. Mana shunday ushlagan holatingizda ham bunaqasiga gorizontalni kadrlar olishingiz mumkin ekan. Bu yaxshi. Bu zo'r yangilik bo'libdi. Chunki ko'pchilik hozir videoga olishni bunaqa usuldan voz kechib, mana bunaqa vertikalli holatga o'tib ketdi. Ya'ni rasm, videolar hozir shunaqa olyapti. Taxminan 10 yil oldingi yoki 15 yil oldingi hayotda yashaganlar bilishadi, oldin videolarni telefonda bunaqasiga ushlab olardik. Hozir yo'q, u narsa yo'q, mana bundoq. Vertikalni. Va iPhone ham, ya'ni Apple ham shu narsani hisobga olib, vertikal holatda ham gorizontal kadrlar olish funksiyasini qo'shibdi. Bu yaxshi albatta. Yana bitta yangilik iPhone 17 haqida, bu yaxshi yoki yomon bilmadim. Endi iPhone 17 larda xotirasi eng minimum 256 GB dan boshlanar ekan. Avvalgi 128 GB li xotiralar endi yo'q. Eng minimum daraja bu 256 ga tushibdi. Ko'p videoga olib qo'yamiz. Apple tomonidan bu yil rostagasam yangilik bo'ldi va mutlaqo yangi modelni taqdim qilishdi. Bu iPhone Air bo'ldi. iPhone 17 Air deb taxmin qilayotgandik. Yo'q, 17 so'zi yo'q ekan bu telefonning modelida, shunchaki iPhone Air. Mana o'ylashimcha, keyingi yil ham bu modellardan chiqsa, keyingilar iPhone Air 2, iPhone Air 3 yoki yildan nomiga moslab chiqarishadimi, masalan iPhone Air 2027. Bilmadim, xullas bu shunchaki iPhone Air. Telefon juda ingichka qilib ishlanilgan, ya'ni siz buni ushlaganingizda eski iPhone 6 pluslar bo'lardi, katta. Adashmayotgan bo'lsam, ha. Ular ham xuddi shunaqa ingichka edi va buni qattiqroq bukib sindirib qo'yaman deb o'ylaysiz. Shunaqa hissiyot beradi odamga. Lekin bu to'g'risida aytaman, doimiy iPhone bilan ishlaydigan odamlar uchun unchalik ham qulay bo'lmasa kerak deb o'yladim. Ya'ni shunchaki ikkinchi telefon qilib ishlatish uchun yoki ayollarga sovg'a sifatida berish uchun yoki bolalarga, ukalar, jiyanlarga sovg'a qilish uchun menimcha mosroq bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin takoy ishbilarmon Baqat akalar bu telefonni menimcha o'zlariga unchalik ep ko'rishmaydi. Eng yaxshisi Pro Max olib qo'yishadi. Bu haqida hozir gaplashamiz. iPhone Air qalinligi 5.6 mm. Bu tushunishingiz uchun juda ham ingichka telefon. Bunga ham Promotion display o'rnatilgan va Ceramic Shield, ya'ni 4 baravar mustahkamroq orqasidagi mana bu himoya korpusi o'rnatilgan. Bu telefonga ham 16 va 15 lik kabi titanli ramka o'rnatilgan, ya'ni titan ishlatilgan bu telefonda. 4 xil rangda taqdim qilindi. Siz mana bu rasmda ranglarni ko'rishingiz mumkin. Bu oddiyroq telefon deb aytolman, lekin tushunishingiz uchun bu telefonga A19 ni o'zi emas, A19 Pro chipi o'rnatilgan. Ya'ni iPhone 17 ni o'zidagi chipdan bu ichidagi chip kuchliroq. Bunga bitta dona 48 megapikselli Fusion kamera sistemasi o'rnatilgan. 2x telefoto rejimda tasvirga olsangiz bo'ladi. 48 megapiksel, tushunishingiz uchun iPhone 14 larda ham, iPhone 14 da bor, iPhone 13 larda ham 48 megapikselli kamera bo'lmagan. iPhone Air ga o'rnatildi. Bu ancha yaxshi har holda. iPhone Air da ham 120 Hz ekran yangilanishi o'rnatilgan, 60 Hz emas. Ya'ni siz bu telefonda misol uchun o'yinlarni ham mazza qilib o'ynashingiz
mumkin ekan. Lekin bitta jihati bor, bu juda ham ingichka telefon bo'lgani uchun akkumulyatori u darajada baquvvat bo'lmaydi. Hech qanaqasiga Apple qanchalik maqtasa ham baribir bu to'liq bir kunga katta ehtimol bilan yetib bermasa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun bunga maxsus Apple Power Bank ham qo'shishibdi. Ya'ni agar Apple Air olmoqchimisan, iPhone Air olmoqchimisan, bitta power bankini ham qo'shib ol, endi o'zing bilan bo'pti-da. Har holda u bilan 48 soat video ko'rish taklifini berishyapti. Bemalol 48 soat video ko'ra olasiz, power bankka ulagan holatingizda deyishyapti. Prosta telefon olib qutula olmaysiz. Endi siz u telefonni mazza ishlatishingiz uchun power bank olishga ham majbursiz. Telefonning yuqori qismidagi kamera bloki asosiy bo'rtib chiqqan qismi, lekin pastda, ya'ni pastki hududi to'liq ingichka hudud va bu yoqga to'liq batareykani qo'yib yuborishgan. Faqatgina asosiy chiplar, asosiy sxemalar telefonni yuqori qismiga o'rnatilgan. Kechagi taqdimotda bizga yana bitta narsani Apple ko'rsatdi. Bu N1 chipi. Aynan mana shu Apple Air ga o'rnatilgan. N1 o'zi nima? Avvallari Apple o'zini modemlari uchun, ya'ni Bluetooth, Wi-Fi texnologiyalar ishlashi uchun chiplarni boshqa kompaniyalardan sotib olgan. Endi bu Airda o'sha alohida chiplarni o'rnatish u uchun ortiqchalik qotdi, batareya optimizatsiyasi juda ham tushib ketadi. Shuning uchun Apple o'zi xuddi M chiplariga o'xshab N chipini ham ishlab chiqardi. Bu aynan o'sha Bluetooth, Wi-Fi texnologiyalar ishlashi uchun ekan. Sababi sxemalar bu yoqda juda ham kichkina hududga joylashtirilgan. Ularni sig'dirish o'zi bo'lmaydi. Asosiy bu yoqda to'ldirib turgan narsa buni faqatgina akkumulyatori, batareykasi. iPhone 17 Air haqida umumiy ma'lumotlar shular. Mana bu rasmda ko'rib olishingiz mumkin. Batafsil hamma asosiy qo'shilgan yangiliklarni mana shu rasmda yozib qo'yishgan. Do'stlar, biz endi iPhone 17 Pro ga yetib keldik. Shaxsan o'zim kutgan model iPhone 17 Pro. 3 xil rangda taqdim qilishda, bor yo'g'i 3 xil. Avvallari 4 xil yoki 5 xil ranglar bo'lardi iPhone'larda. Bu safar 3 xil rangda: oq, olov rang va to'q ko'k. Bu o'sha eski iPhone 12 larda ishlatilgan rangga yaqinroq tuyuldi menga, lekin o'rtadagi olov rang. Bu nomni eslab qolmadim, o'zi nimadir deb yozishganda o'sha nomini, nimadir orange edi. O'sha rangi menga lekin rostdan yoqdi. Rostdan shu telefonni olib ishlatgim keldi. Nasib qilsa biz iPhone 17 modellari 19-sentyabr kuni sotuvga chiqargan va taxminan biz 20-sentyabr kunlari bizga u telefon yetib keladi va obzor qilib YouTube ga joylaymiz, xuddi shu kanalga. Shuning uchun agar hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Birinchilardan bo'lib o'sha haqiqiy iPhone 17 larni, ya'ni mana bunaqa maketlarini emas, haqiqiylarini birinchilardan bo'lib obzor qilamiz. Davom etamiz. iPhone 17 Pro da yana nima yangiliklar bor? iPhone 17 Pro to'liq alyuminiy korpusda taqdim qilindi. Esingizda bo'lsa, 2 yil oldin iPhone 15 Pro chiqqanda Titanni shunaqangi hype qilishganda, даже konkurentlar, misol uchun Samsunglar ham Titanga o'tib ketganda, endi birdan alyuminga qaytib qolishdi. Ha, Titan balki qimmatli qilgandir yoki bilmadim. Sabablari bordir o'ziga yarasha. Bu safar Titandan butkul voz kechib, alyumin bilan iPhone'larni ishlatamiz. Mana shu orqa korpusiga oddiy shisha qo'yilmagan, endi bu safar keramik shield, ya'ni o'sha keramikskiy qanaqadir bir zashita qo'yilgani aytildi va buning ustida shishasi bo'ladi, albatta. Shisha qoplami o'sha power banklarni ishlatish uchun, ya'ni MagSafe uchun. Lekin umuman olganda dizayni oldingi 16, 15 Pro lardan ko'ra ancha ochilgan. Chunki nimaga? Kamera bloki endi korpusi orqa tomonni to'liq egallab turadi. Ya'ni mana bu oldinlari faqatgina o'ng burchagida turgan bo'lsa, kamerasi endi bu safar chap burchagigacha to'liq kengaygan va bu ham o'ziga yarasha qanaqadir iPhone'larga boshqacha chiroy bergan. Va yana bitta zo'r narsani qo'shibdi Pro'larga. Endi siz agar eSIM iPhone oladigan bo'lsangiz, aynan Pro modellaridagi eSIM oladigan bo'lsangiz, endi sizni akkumulyatoringiz fizический sim kartali iPhone'lardan ko'ra ko'proq bo'lar ekan. Sababi bunga fizический sim karta qo'yilgan holatdagi iPhone'larda batareykani hajmi biroz kichraygan ekan, lekin eSIM oladigan bo'lsangiz, ya'ni o'sha non fizik sim karta oladigan bo'lsangiz, batareykangiz boshqa Pro modellardan ko'ra ko'proq. Zo'r yo'lni o'ylab topishibdi. Endi ko'pchilik menimcha eSIMga o'tib ketsa kerak bu yog'iga. Kamerada rostdan ham yangilik bo'lgan. Endi 12 megapiksellik kameralardan iPhone Pro modellari butunlay voz kechdi va birdaniga uchala kamerasi ham to'liq 48 megapiksellik kameraga o'zgargan va yana bitta zo'r yangilik bor. Endi bu safar 8x gacha optik zoom qo'shilgan. Lekin agar siz 8x optik zoomda oladigan bo'lsangiz, kamerangiz 12 megapikselga barib tushib qolar ekan. Juda ham qiziq. Uchala kameramiz bizda 48 megapiksel, lekin 8x optik zoomda olmoqchi bo'lsangiz 12 megapikselga tushadi deyapti Apple.
Tushunarli. 4x telefoto kamerasi bor, u lekin 48 megapikselda to'liq ishlaydi. Prolarga ham xuddi Air kabi A19 Pro chipi o'rnatilgan. Bundan tashqari Ceramic Shield endi iPhone 17 Pro'larni oldi tomoniga, ekran tomoniga ham o'rnatilgan. Endi siz telefoningiz ustiga qanaqadir qo'shimcha stiklolar yopishtirmasdan ishlatsangiz ham chidamliligi oldingi iPhone'lardan ko'ra ancha kuchaygani kechagi taqdimotda aytib o'tilindi va iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max'da deyarli bir xil xarakteristika bilan taqdim qilindi. Oldinlari Pro'ni kamerasiga ba'zi narsalarni aytayapman qo'shmasdi, чтобы Pro Max'ni olishligi uchun, lekin Pro Max ham, Pro ham bir xil kamera nastroykalari bilan, bir xil kamera xarakteristikalari bilan taqdim qilindi bu safar. Faqatgina hajmlarida har doimgidek va akkumulyatorda birozgina farqi bor. iPhone 17 Pro Max 6.9 dyum bo'lsa, iPhone 17 Pro'ni o'zi 6.3 dyum hajmda taqdim qilindi. Va bu joyda mana iPhone 17 Pro'lar haqidagi umumiy ma'lumotlarni rasmda ko'rib olishingiz mumkin. Va kechagi taqdimotda yana bitta zo'r yangilik qo'shib o'tishdi. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik mobil syomkalarga o'tib ketgan. Masalan, mobilograflar yoki umuman telefon orqali video olish juda ham rivojlanib ketdi. Katta-katta videolarni telefon orqali olish va juda ham ko'pchilikda aynan xotira bilan muammo bo'lishi boshlaganda iPhone'da, ya'ni xotirasi juda ham tez to'lib qoladi, qo'shimcha SSDlar ulash boshlanganda. Shu sababli endi ko'pchilik baribir iCloud sotib olmaydi yoki sotib olgan taqdirda ham unga yana qayta upload qilib qo'yish, xullas ortiqcha ish bo'lgani uchun o'sha SSD ga o'tib ketadi ko'pchilik. Va iPhone shu narsaga yechim beribdi. Endi iPhone 17 Pro Max'da siz 2 terabaytli xotirali iPhone'ni xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni shu 2 terabaytgacha xotirasini uzaytirishibdi. 2 terabayt bu ancha muncha narsa yozsangiz bo'ladi bu narsaga. Narxlarga keladigan bo'lsak, iPhone 17 Pro $1099 boshlangan ekan, ya'ni $1100 bu Amerikadagi narxlari, lekin bizgacha kelib narxlari baribir o'zgaradi, oshadi va narxlar haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki umuman oldindan zakaz bermoqchi bo'lsangiz yoki iPhone 17 larni bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lsangiz, masalan kelganda mana 19 sentyabrdan keyin bizga keladi. O'zi umuman olganda shu narsalar sizga qiziq bo'lsa, yangi iPhone'lar haqidagi ma'lumotlar Protochkani Instagram sahifasiga obuna bo'lsanglar, u yoqda mana shunaqa har xil skidkalar, har xil aksiyalar bo'lib to'lash uchun juda ham zo'r takliflar berib boriladi. Kuzatib borsanglar, yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar. Mani qo'limdagi iPhone 17 Pro Max'ni narxiga keladigan bo'lsak, $1199, ya'ni $1200 dan boshlanar ekan. Bu ham o'sha Amerikadagi narxi. Bizgacha kelib narxlari baribir oshadi. Buni ustiga yaqindagina o'sha $1000 dan yuqori bo'lgan tovarlarning ustiga qo'yilgan bojlar ham bunga sabab bo'ladi. Umuman olganda $1200 dan boshlanyapti. iPhone 17 Air ga keladigan bo'lsa, $999, ya'ni $1000 dan boshlanar ekan. Bu ham o'sha Amerikadagi narxi, lekin bu ham bizga kelib baribir narxlari oshadi, lekin bu Pro Max Pro'lardan ko'ra arzonroqga chiqqan albatta. Va bizdagi eng arzon iPhone'imiz iPhone 17 ni o'zi $799, ya'ni $800 dan boshlanar ekan. Bu ham o'sha eng past xarakteristikadagi iPhone 17 va undan uyog'iga qarab ketaveradi. Bu ham o'sha Amerikadagi narxi. Bularni aytib qo'yishimiz shart, chunki siz shu narxda deb o'ylab qolmang. Albatta bu narxlar albatta bizga kelib yana oshadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, iPhone 17 lar butun dunyo bo'ylab 19-sentyabrdan sotuvga chiqar ekan va taxminan 20-sentyabr kunlari O'zbekistonga ham yetib keladi va siz birinchilardan bo'lib iPhone 17 ni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Protochkaga showroomiga tashrif buyurishingiz mumkin yoki bo'lmasa Protochka Instagram sahifasiga o'tib yodagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin va siz birinchilardan bo'lib iPhone 17 ni egasiga aylanishingiz mumkin. Va albatta Protochkada siz iPhone 17 ni bo'lib to'lashga ham xarid qilishingiz mumkin. 3 oyga yoki 6 oyga bo'lib to'lashga ham takliflarimiz bor albatta. Sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Instagram sahifamizga hoziroq obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqib qolmasin. Kechagi taqdimot haqida umumiy ma'lumotlar shulardan iborat edi. Shaxsan men o'zimni fikrimni videoni oxirida aytadigan bo'lsam, iPhone, ya'ni Apple bu yil taqdimotda oldingilarga nisbatan yaxshiroq qildi deb ayta olaman. Juda ham zo'r emas, juda ham yuqori baho berib bo'lmaydi albatta, lekin kutilgan yoki juda ham bir kerak bo'layotgan asosiy yangiliklarni bizga berdi. Masalan, o'sha kameralari yoki umuman olganda dizayndagi, tashqi korpusdagi qanaqadir jiddiyroq o'zgarishlar va bundan tashqari o'sha iPhone 17 Air deymizmi, umuman boshqacha. Lekin o'sha iPhone 17 Air haqida bitta shaxsiy fikrimni aytib o'taman. Dizayni Google Pixel ishlatadiganlar bo'lsa yoki ishlatganlar yoki ko'rganlar bo'lsa bilishadi. Juda ham Google Pixelga yaqin qilib ishlangan. Boya shuni gapiraman deb esimdan chiqib ketib qopti. Androidchilar, albatta sizlar bu tomonlama ozgina oldiroqdasiz. Xullas, taqdimot juda ham zo'r, menga juda ham yoqdi va aynan o'zimga iPhone 17 Pro dagi o'sha olovrang
rangli modeli seriyasi juda ham yoqdi va chiqsa birinchidan borib protochkaga borib shu narsani olishni o'zimga bir yaxshi niyat qilib qo'ydim. Xullas, video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar va iPhone 17 li taxminan aytganimdek 20-sentyabrda bizga yetib keladigan bo'lsa yoki 20-sentyabr yoki 21-sentyabr tongida YouTube ga obzor videosi joylangan bo'ladi. Birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin va o'tkazib olmaslik uchun hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Video sizga yoqqan bo'lsa, agar like bosib qo'yishingiz mumkin yoki videodagi qanaqadir fikringlar, taklifinglar yoki boshqacha qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Barchaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha